tizzangizga temir qo'yamiz, operatsiya qilamiz degan unamaganman, lekin mana natijasi bu yerda yaxshi bo'ldi. Zo'r. Alloh xayrli qilsin. Tabletkalardan voz kechdim. Noyabrdan beri. Noyabrdan. Zo'r. Tavsiya qilasizmi bemorlarga? Albatta tavsiya qilaman. Ukol dorilardan ko'ra bu yaxshi. Tabiiy uslub. Tabiiy uslubda rosa ham yaxshi ekan. Mana. Ukol dori olyapsizmi? Yo'q, olmayapman. Shu vohadan keladigan hammani tavsiya qilasizmi? Kesimmi, arziydimi mana shu Andijon asakaga kelib lecheni olib ketishga? Arziydi. Gap yo'q. Shu kelishinglarni so'rayman. Masalan, men tasavvur ham qilolmayman. O'zimni hozirgi holatimni qayta dunyoga kelgan deyman. Dorisiz, ukolsiz, operatsiyasiz natijasi bo'ladimi? Bo'lar ekan. Ha deb ukol dorilarga mendaqa ishonib qolmanglar. Shu yerda tabiiy davolanib, o'zingizlarni ko'rsatinglar. Mana haqiqatdan men zo'rman. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun kurs muolajamiz 8-kuni. Bemorlardagi natijalarni sizlar bilan bo'lishib boramiz. Oyatlarni olib qo'yib, bekidan taraftichiga. Rasmga tushyapsizlar? Mana endi videoga olamiz. Assalomu alaykum. Qisqacha birinchi sizga qistiramiz buni. Alaykum assalom. Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Qanday bo'lyapti ekskursiya? Zo'r bo'lyapti. Butun o'tgan Gullar, xotiralarimiz ham unutilib ketar ekan. Zo'r. Yoshlikka qaytasiz ekan. Qancha yurib keldingiz? Ancha yurdim. Oldin shuncha yuryapti o'zi. Ha, unchalik emas edi, lekin bu yerga kelgandan keyin baribir. Tem bo'lib podyom. Ha, podyomda egilib qolgandim. Hozir shu yerga yetib kelgandan keyin bellarim ham, oyoqlarim ham og'riqlarni sezmadim. 8 kunlik muolaja natijasini sezdingizmi? Juda ham. Tavsiya qilasizmi? 5 kunda shunaqa bilindi. 2 kun, 3 kunda ham uncha o'zgarish yo'q o'xshadi, lekin 5 kundan keyin men juda ham xursandman. O'zim hayotga qaytdim. Yoshardim deb ham o'ylayman. Zo'r. Psixoterapiya qanday bo'ldi? Rahmatullodiki, вообще o'zimni tasavvur qilolmadim. Shunaqangi hamma ruhiyatim shunaqa tozalandi. Psixoterapiyani kimlarga kerak deb o'ylaysiz? Aynan shu kasallar uchun o'zini ruhan haligi hayotdan o'ziga ishonchsizlik bo'lib qolgan vaqtda albatta shuni shu kelishinglarni so'rayman. Masalan, men tasavvur ham qilolmayman. O'zimni hozirgi holatimni qayta dunyoga kelgan deyman. Bergan pulingizga rozimisiz? Ming marta roziman, ming marta. Tanijoninglar sog' bo'lsin, ilohim. Nozimjonni ham, Rahmatullohni ham, mana Otabeysiz, Obidjon, Oyatullo, yana Asadbeklar hammanglardan roziman. Ilohim sog' bo'linglar. Oshxonalardagi ovqatlar ham bir ham shirin, hammasi ko'nglimizdagi. Zo'r ovqatlari ham. Ilohim ko'pchilikka tavsiya qilaman. Shu yerga kelib, muolajalarni olinglar. Ha deb ukol dorilarga mendaqa ishonib qolmanglar. Shu yerda tabiiy davolanib, o'zingizlarni ko'rsatinglar. Mana haqiqatdan men zo'rman. Ukol olmasam, o'zim shunday miyamga o'rnatib olgan ekanman. Dori, ukol ichsam yaxshi bo'laman deb. Lekin mana shu vaqtgacha bitta dorini ham olib kelib olganman, bittasiga qaraganim yo'q. Ichmadingizmi dorilar? Hech ham ichganim yo'q. Nechta dori turibdi? 6 tacha dorim bor. Borganda ko'rsatasizmi? Ko'rsataman. Borganda dorilarini davleniyam chiqdi, belim og'rimadi, og'riqlar bo'lmadi, uyqularim ham joyida. Zo'r. Shunaqa maza qilib uxladim. Ha, demak, uyquda ham muammo bo'lardi. Uyquda ham muammo. Hozir 2-3 turar edim. Hozir bir uxlab shunaqa maza qilib dam olyapman. Zo'r. Og'riqlarim umuman yo'q. Natijalaringiz? 8 kundagi men o'zim tasavvur qilolmadim. Qancha joyga bordim, ko'rindim, lekin shu yerga kelib men haqiqiy o'zimga ham ishondim, ham yaxshi ekanman. Mana ruhan odam o'zini tetik, ishonch bo'lish kerak ekan. Allohga ming marta shukr. Doim shu yerga meni tavsiya qilganlarga ham rahmat. Men ham tavsiya qilaman, kelinglar, ilohim. Shu yerda davo topib ketinglar. Amin. Doktorlarga rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Mikrofonimizni olamiz endi. Aziz do'stlar, endi keyingi yo'limizda uchragan bemordan o'tib olamiz desam, otga chiqib ketib qolardik. Mayli, ot ustida ham olib qo'yamiz. Biz mana Asaka shahridagi Azimov shifoxonasiga keldim. Bu yerda rahbari Nozimjon juda yaxshi samimiy inson ekan. Menga so'rab surishtirishdi, o'zimiz andijonlik mahalladoshimiz chiqdi Ulug'bek ko'chariga. Juda chiroyli, sharoitlar yaxshi. Ishchi xodimlari, hammalari qo'losli bolajonlar, qizlar, ayollar, ayniqsa oshxonadagi oziq-ovqatlarga rahmat. Men ham o'zim sog'lig'im yuzasidan keluvdim. Juda yaxshi, kayfiyatim a'lo. 5 kun turdi. Mana 10-kun ketyapti. 1 hafta bo'ldi kelganimga. Bugun ot mingan bog' shamolga chiqdik. Bolajonlarim mana Otabek, Oyatullo,
Obidjon, qizim, Mahfuzolar bizga juda ham yaxshi, samimiy mehribonchilik bilan otlarga mindirdi, bizni yurgizdirdi. Alloh shifo bersin, omadinglar bersin. Amin. Erkaklarimizga omad bersin, Robbijon. Amin. Ahloqlarga insof topib bersin, Marjon. Amin. Bolalarimiz topganlari yana hajamalar to'ylar, 5 kishi to'yi aqiqalar qildilar. Amin. Sizlarga ham hammalar shukrlar, bizga o'xshab boshqalar bilan ahliyolarga hojilarga boringlar, bemorlarga shifo bersin, menga ham shifo bersin. Hamisha Alloh o'z panohida Ot saqlasin. minishga qiynalmadingizmi? Yo'q, men qiynalmadim. Mazza qilib borib keldingizmi? Mingan edimda. Ha, zo'r, zo'r. Toshkentda minuvdim. Zo'r, zo'r, zo'r. Alloh xayr qilsin. Rahmat katta. Rahmat, sog' bo'linglar. Mikrofoningizni olamiz. Qanaqa natijalar oldingiz, taassurotlaringiz kurs muolaja haqida? Alhamdulillah Robbil alamin. Allohga hamdlar, sanolar bo'lsin, payg'ambarimizga durud va salovatlar bo'lsin. Allohga shukr, shu yerlarga yetkazgan Robbimga shukr. Mana 10 kun mobaynida juda o'zim yengil his qilyapman. Zo'r. Sababini aytaymi? Ayting. Mana shu yerga kelib noyabrda ham kelganman. Qatnovga. Qatnovda. To'g'ri. Tabletkalardan voz kechdim. Noyabrdan beri. Noyabrda. Zo'r. Allohga shukr. Mana bu yerga kelganimdan keyin ovqat hazm bo'lishim ham juda zo'r bo'lyapti. Allohga shukronalar aytaman. Oyatullohga ham baxtini bersin. Amin. Muhammad Ziyoyev katta yigit bo'ldi. Amin. Muhammad Zayd. Zayd. Mana shu tasvirchi bolamga alangali salom. Tavsiya qilasizmi boshqa Tavsiya bemorlarga? qilaman. Iloji bo'lsa Alloh Xudo xolisa xo'jayinimni ham olib kelaman. Zo'r. Xudo Zo'r. xolisa. Rahmat sizga katta. Rahmat ota. Boringizga shukr. Sizlarga ham maza qildim, yengilladim. Roza tushkunlikka tushgan edim. Ha, kelgan kuningiz qog'oz solib yurardingiz, eslaysizmi? Hozir hammasi siz kuldirib yuribsiz. Yana qaytib keldim. Zo'r. Alloh xayr Xudoga qilsin. shukr. Rahmat, yaxshi kunlarda bardavom. Yana Xudo xolisa kelaman. Endi bu yerda Oyatullo? Kelaveraman a? Ashta. Dadasi bilan Muhammad Azimja nima ekan? Domida ekan, yanada ekan ishonasiz. Xudo xolisa. Tabassum bilan yashashga Allohim izn berdi. Rahmat sizga ham katta. Rahmat sizlarga ham. Boringizga shukr. Mikrofonimizni olamiz ham. Mashina taqqosachi ot yaxshi yurar ekan. Otga aytaman, endi indamay yuradi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz biznikiga aka. Yaxshimisiz? Yaxshiman, Xudoga shukr. Natijalaringiz qalay? Yaxshi. Bitta oyog'im bukilmas edi. Yo'q, yaxshi. Mana yurib mashagacha chiqdim o'zim. Oppoq otlar miyyapsiz. Ha, oppoq otlar mana miyyapmiz, Xudoga shukr. Hamma shahzodasini, malikasini oldiga ovqatda kelsa, siz shahzodangiz oldiga ovqatda borasiz. Xudo xolasa Xudo xolasa. qilamiz endi. Tavsiya qilasizmi bemorlarga? Albatta tavsiya qilaman. Ukol dorilardan ko'ra bu yaxshi. Tabiiy uslub. Tabiiy uslubda rosa ham yaxshi ekan mana. Ukol dori olyapsizmi? Yo'q, olmayapman. Qanaqa natijalar bo'ldi? Zo'r natijalar bo'ldi. Endi bor, yo'q emas oriqlar, lekin ancha natija juda katta men Dorisi uchun. qolganlari ham qolib ketsin. Xudo xolasa aytgan. Qolgan kunlarda va uyga berilgan topshiriqlarda. Ha, Xudo xolasa borgandan keyin albatta uyga berilgan topshiriqlarni qilib, vaqtida qilishga harakat qilaman. Harakat qilmang, bajaring. Bajaraman, Xudo xolasa. Tabassum, Yerda tabassum. faqat tabassumda yurish kerak ekan. Tabassum bu sunnat. Sunnat, tabassum sunnat ekan. Asta ilohim. Sizga ham katta rahmat. Natijalaringiz bundan-da bardavom bo'lsin. Ilohim, mana shu ishlaganlarni Allohim hammasini baxti taxtini bersin, ishlariga rivoj bersin, omadini bersin. Hamisha sog' salomat bo'lib tinch bo'lishsin. Rahmat bularga, katta rahmat bularga. Rahmat sizga ham. Oxirgi savolim, dorisiz, ukolsiz, operatsiyasiz natijasi bo'ladimi? Bo'lar ekan. Bo'lar ekan. Albatta bo'lar ekan. Operatsiyasiz meni aytgan, tizingizga temir qo'yamiz, operatsiya qilamiz degan. Unamaganman, lekin mana natijasi bu yerda yaxshi bo'ldi. Alloh xayrli qilsin. Ilohim. Ketdik endi ovqatda shahzodasini oldiga. Natijalar qalay? Natija zo'r, xudo xolasa. Tavsiya qilasizmi? Albatta, hammani tavsiya qilamiz, ehtiyot bo'lib. Ehtiyot bo'lib. Shaxchaga ehtiyot bo'lamiz. Ha, shunaqa. Kamerasini chuqur-chuqur joylarga ehtiyot bo'lsin. Aytib qo'ying ham. Nima natijalar bo'ldi? Nima muammo bilan keldingiz? Xudo xolasa mana bel, oyoq og'riqlari, o't qopi. Xullas hammasi mujassam edi. Mana bugun 8-kun. O'zi 7 kun og'riydi deb o'zi aytdi. Mana Nozim akam aytdi. Og'ridi. Mana endi kechadan, bugundan sal og'rib qoldi. Endi yelkaga artishim, endi asosiy muolaja bugun erta menga. Xudo xolasa endi bugun erta yaxshi bo'lib ketadi deyapti. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Og'riq yengillangan bo'lsa xursandmiz. Ha, sizlarni nima deydi? Yo'nalishinglar yoqdi menga.
tabiiy uslub bilan. Tabiiy uslub bilan. Shunday. Bez ukol, bez dori, bez ximikatlarsiz. Ana shuning uchun keldim men. Zo'r. O'zi aytuvdi boshida 5-6 kun qiyin bo'ladi, og'riydi. Chidasangiz deb, chidayman deb xilos qilib keldik. Yaxshi. Internetdan ko'rib, keyin telefon qildim, siz bilan gaplashdik. Men bilan gaplashgan. Ha. Otabek akam bilan gaplashdik. Keyin kelinglar, mana shu bugun 7 bo'lyapti. Biraz ash payti qilibmiz-da. Ha. Keyin keldik, shu Vaqtida bilan keldilar, kursga. vaqtida keldik. To'g'ri. Ertasi kuni o'zi Kurs muolaja boshlandi. boshlandi. Bir kun oldin telefon qilibmiz. Shunaqa. Joy bor edi. Kuni joy Qo'shib bor olganmiz. Kelib mana Xos. Otdan olib. bunaqa ot minishlarini bilmovdik endi mana bugun bilyapmiz. Otga chiqaman deb bir miya o'yladimi? Yo'q, Undan oldin ham, bu yerga kelishdan oldin ham bir yo'q. Yoshlikda minardi, mingamiz u. Lekin ancha oldi minmagan. yaxshi. Bemorlarga tavsiya qilasizmi? Tabiiy uslub bo'yicha natija olsa bo'ladimi? Qilamiz. O'zi hozir 2 ta klient topib qo'ydim men. Azza. Nozim akam kelgungacha birga kelamiz, sen bilan bola zo'r joyga boribsan deb. Menga bu hali boshida yoqqani bizniki dedi, meditsina ham emas, tabobat ham emas. Tabiiy usulda bo'lashga yo'nalish dedi. Ammo haligi ari terapiyasi, ya'ni igna terapiya, Kineziologiya, psixoterapiya, psixoterapiya, eng muhimi psixoterapiya. to'ppa-to'g'ri. Rahmatullo ogani nima deydi haligi motivatsiyasi. Psixoterapiyaning asosiy vazifasi odamni kasallikka bo'lgan fikrini to'g'rilab beradi. To'g'ri. Avvalo miyani davolasa, Qolgan kasalliklar o'zi muolajalar jarayonida bartaraf bo'lish boshlaydi. lekin alohida buni Obidjonni nimasini ham aytib qo'yish kerak. Mehnatini tabassum qilishni o'rgatishim mana shu bolani mana ijja yuradigan qilib qo'ydi-yu. Rahmat. So'kib, yog'ochlarni urib dey. Sizlar ham kelsanglar, Obidjonni qo'liga topshiramiz. Sizlar ham bizga yoshlar Obidjonni mashqlari nihoyatda zo'r, hayotga qaytarish. hijjayib yurishni boshlaysiz. Yengil qilib, keyin o'rganib qolamiz. Ayniqsa ashi 5-kundagimi? Yomonlar. Rahmat hammalarga. Biz esa keyingi mijozlardan odziv olishni davom ettiramiz. Mikrofonimizni olamiz. Andijonga mehmonsiz. Mehmon. Qayerdan keldingiz? Surxondaryo viloyatidan. Surxondaryodan. Zo'r. Nima muammo bo'yicha keldingiz Surxondaryodan? Atayemash Andijon asakasiga. Mendami muammo juda ko'p edi. Qabziyat, Aha. buyrak, Xo'p. asab, Aha. qo'l, oyoqda og'riqlar, Xo'p. o'tim dimlanishi, Ha. jigarimda ham ozroq muammo bor edi. Xo'p. Bu ketdingiz ekanda. Holsizlik, qon kamlik, ish yoqmaslik juda ko'p. Qanaqa natijalar bo'ldi? Mana 8 kun bo'ldi kurs muolajangizga. Natijalar haqida qisqacha bizga gapirib bering. Tavsiya qilasizmi? Surxondaryoliklarda, misol uchun vohadan keladigan hammani tavsiya qilasizmi? Kesimmi, arziydimi mana shu Andijon asakaga kelib lecheni olib ketishga? Arziydi. Gap yo'q. Juda yoqdi menga. O'zi 2 kun, 3 kunda asta-asta bilindi. Xo'p. Hayotga qiziqishim uyg'ondi. O'zimni yaxshi ko'rishdi. O'zimni tanamda o'zgarishlar sezdim. Uyqularim yaxshilandi. Zo'r. Aynan sizga qanaqa muolajalar yoqdi? Bu yerga kelishingizga nima sabab bo'ldi? Sababmi? Sabab menga shu tabiiy dorisiz, ukolsiz degani juda yoqdi. Ha. Shunga hayron bo'lib keldim, lekin ish mana ko'rib, haqiqatan ham shunaqa ekan. Ishonch hosil qildingizmi? Ishonch hosil qildim. Zo'r. Zo'r. Alloh Tavsiya xayr qilaman. qilsin. Aynan qaysi muolajalar sizga yoqdi? Mengami? Aynan. Psixoterapiya juda yoqdi. Xo'p. Fizioterapiya, mashqlar, bo'g'im bilan ishlash mashqlari hammasi yoqdi. Rahmat sizga katta. Alloh xayrli qilsin. Bugungi sayohatchi. Bu juda ham, ayniqsa otda sayr qilish juda ham. Oldin minganmisiz ot? Minganman yoshligimda. Shu bo'yicha endi bo'ldi minmasam kerak degan. Shunday. U endi orzu bo'yicha qolib ketadi. Otda yurgandan keyin yanada o'zimni yengil his qildim. O'zingizni to'marishdek his qildingizmi? Juda. Qirolichalardek his qildim. Andijonga kelganimda afsus qilmayman. Yaxshi. Juda yoqdi. Surxondaryoliklar, Qashqadaryoliklar, Sirdaryo, Buxoro,
uzoqlar Qoraqalpog'iston kelaversinlar bemalol. Bemalol kelaversin, maza qiladi. Hech qachon kelganiga afsus qilmaydi. Zo'r. Rahmat. Ayniqsa bu yerda xodimlarga men rahmat aytmoqchiman. Ularda shirin gapi ham juda davolar ekan. Ha. Oshpaz akamizga rahmat. Ovqatlari mazali. Juda mazali. Xonani sharoitlari-chi? Xona sharoit bor. Yaxshimi? Klinikadagi hamma manzara zo'r. Zo'r. Odamga kayfiyat ulashadi. Mehribonliklari juda yoqdi menga. Xursandmiz. Olayotgan natijalaringiz bundan-da bardavom bo'lsin. Rahmat. Iloyim 100% kasalliklaringizni mana shu yerga tashab, klinikaga Allohim. tashab keting. Keyin Surxondaryoga borib olib, Asakaga boringlar deb bizga odam jo'natib yuboramiz. Bo'ldi. Niyat bor. Rahmat sizlarga ham. Salomat bo'ling. Mana azizlar, 8-kungi kunimizni ham yakunladik. Bemorlardan o'tishlarni olib o'z nihoyasiga yetkazdik. Agar sizda ham bel va suyaklardagi, bo'g'imlardagi muammolar qiynayotgan bo'lsa, albatta bizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga foydali bo'lgan ma'lumotlarni yetkazamiz. Muammoingiz jiddiyroq bo'lsa, bizga telefon qiling. Alo, Otabek desangiz, sizga Xudo xohlasa to'liq ma'lumot yetkazib, qabulga yo'naltiraman.